Arsenal futbol klubini yechilish ikkinchi xonasi razdyorka. Shunaqa ko'rinishda mana. Har bitta o'yinchini formasi turibdi. Yangi formasi. Mana bitta o'tiramiz. Mana bitta o'yinchidek his qilamiz. O'zak kim ekan? Mana Martinelli. Bu yoqda trener turib, unaqa qilasan, bunaqa qilasan, bunaqa qilasan. Shunaqa. Bu yoqda taktikalarni tuzishadi. Katta-katta taktikalar shu tuziladi. Dalshi bu yoqda. Yana nimalar bor ekan. Bu yoqda o'zi ana qiyin taktikalar turgan xonalar. Xudo xolasa endi chempion bo'lib qoladi deb o'ylayman, lekin City o'xshashdi. Bu yoqdan katta hech kim ko'rsatmagan taktikalar tuziladigan joylar. Ko'rdinglarmi? Hozir qiziqarli burchagi bor ekan bu yerda. Mana bu yerda masaj xonasi. Doktorlar o'sha oyoqda masaj travma olganlarga o'sha travmalar yetishga yaxshi joylar. Mana bu yerda jakuzi. Muzli suv muz bo'ladi, yuvinish yechinish xonasi. Shu muzda travmalarni qilish uchun.